Yashnobod tumanidan byudjetli narxda novostroyga qidirganlar diqqatiga. Mana shu kvartiramizni bitta ko'ringlar. Planirovkasi juda ham zo'r, narxi ham o'ta byudjetli narxda. Manzilimiz Yashnobod tumani Risviga kelganmiz. Islom ota masjidining orqasidagi mahallalar Grand City novostroykasining 4-etaj joylashgan 70 kvadratli mana shu kvartiramizni byudjetli narxda sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chap qo'lga qarab yuramiz. Ikkita sanuzol joylashgan bo'ladi, dushovoy va yonida hojatxona alohida qilib qo'yilgan. Va bu yoq tarafda bo'lsa, kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar qo'yib qo'yilgan formatda bo'ladi. Dal yuradigan bo'lsa, pod'ezd eshigidan kirishimizda bu yoqqa qarab yuramiz. Zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'zgacha mehr berilgan. Va endi yotoqxonaga keladigan bo'lsa, koridor bo'ylab yurib, oxirida bizda katta yotoqxonasi joylashgan, panorama oynalar, o'zining terrasasi ham bor. Yonida bo'lsa, bolalar yotoqxonasi joylashgan. Kvartiramizning narxi $79,000. Hali kelishiladigan joy bor. To'g'risini aytaman, egalari $86,000 kelishdi. Talashib mana shu narxga qo'yadigan bo'ldi. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yashnobod tumanidan byudjetli narxda novostroyga qidirganlar diqqatiga. Mana shu kvartiramizni bitta ko'ringlar. Planirovkasi juda ham zo'r, narxi ham o'ta byudjetli narxda. Manzilimiz Yashnobod tumani Risviga kelganmiz. Islom ota masjidining orqasidagi mahallalar Grand City novostroykasining 4-etaj joylashgan 70 kvadratli mana shu kvartiramizni byudjetli narxda sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chap qo'lga qarab yuramiz. Ikkita sanuzol joylashgan bo'ladi, dushovoy va yonida hojatxona alohida qilib qo'yilgan. Va bu yoq tarafda bo'lsa, kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar qo'yib qo'yilgan formatda bo'ladi. Dal yuradigan bo'lsa, pod'ezd eshigidan kirishimizda bu yoqqa qarab yuramiz. Zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'zgacha mehr berilgan. Va endi yotoqxonaga keladigan bo'lsa, koridor bo'ylab yurib, oxirida bizda katta yotoqxonasi joylashgan, panorama oynalar, o'zining terrasasi ham bor. Yonida bo'lsa, bolalar yotoqxonasi joylashgan. Kvartiramizning narxi $79,000. Hali kelishiladigan joy bor. To'g'risini aytaman, egalari $86,000 kelishdi. Talashib mana shu narxga qo'yadigan bo'ldi. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, telefon qilib bemalol savdolashib bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz. Yashnobod tumanidan byudjetli narxda novostroyga qidirganlar diqqatiga. Mana shu kvartiramizni bitta ko'ringlar. Planirovkasi juda ham zo'r, narxi ham o'ta byudjetli narxda. Manzilimiz Yashnobod tumani Risviga kelganmiz. Islom ota masjidining orqasidagi mahallalar Grand City novostroykasining 4-etaj joylashgan 70 kvadratli mana shu kvartiramizni byudjetli narxda sotuvga qo'yilgan. Planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz, kirishimiz bilan chap qo'lga qarab yuramiz. Ikkita sanuzol joy